Ay qiz, seni birisi yaxshi ko'raman deb baxtimi? Agar birisini yaxshi ko'raman desa, u sana har ishda hurmat qilib ko'yinganda, seni asrab ko'ngil bo'lganda, sana vaqt ichidan vaqt chiqarganda andin nishangin. Agar u seni yaxshi yerlarga olib borishga va'da bersa, u billa zakaz qilib bo'lganda andin xushal bo'lgin. Agar u sen bilan to'y qilish arzusi borligini esa, u to'y o'zligini tayyorlab, oldinga kelib, sening uning jufti haloli bo'lishini talab qilganda andin ta'sirlangin. Hissiyot u eg'izi deb qo'yish bilan haqiqiy bo'lmaydi. Biz endi muhabbatni qo'lqimiz bilan anglab ta'sirlanadigan sabiy chog'larimizdan o'tib ketdik. Baxit u mayli kechikib kelsin, faqat u chin bo'lsa bo'ldi. Sening yonindagi azizing seni kuldiradigan bo'lsin, hargiz ko'zingdan yosh to'kizadigan birisi bo'lmasin. Shundoq bir kunlar keluvdiki, barliq arzu armon ishga oshadigan. Butun muhabbatning qadri o'tildigan. Butun berilganning javobi qaytadigan. Ko'zidan yosh oqqizgandan qon oqadigan.